Muslim.uz taqdim etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 8-mo'jiza. Abu Jahl Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bosish uchun oldinga o'tib, qo'rqqanidan ortiga qaytishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarida bo'yinlaridan bosib yuzlarini tuproqqa belash uchun Abu Jahl shaxt bilan u kishi tomon yurdi. Oldinga o'tdi-yu, so'ng darhol ortiga qaytdi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'zi o'rtasida bir to'siqni ko'rdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Jahl Quraysh kofirlariga qarata, Muhammad sizlarning orangizda turib, yuzini tuproqqa ishqab yotsa, sizlar buni qaytarmasdan indamay qarab turibsizlarmi? dedi. Ular ha deyishdi. Lot va Uzzoga qasam, agar uning namoz o'qiganini ko'rsam, albatta bo'ynini bosib, yuzini tuproqqa ishqayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarida aytgan ishini qilish uchun keldi va tezlik bilan ortiga qaytdi. Qurayshliklar uning oldiga kelganida hamon ortga tisarilib, qo'li bilan nimadandir himoyalanardi. Senga nima bo'ldi deb so'rashdi. U bilan mening o'rtamda olovli xandaq, qo'rqinch va qanotlar bor dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar menga yaqinlashganida farishtalar uni bo'lak-bo'lak qilib tashlagan bo'lardi dedilar. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda quyidagi oyatlarni nozil qildi. Ey inson, ko'rdingmi? Qaytarayotgan kimsani bandani namoz o'qiganda. Ko'rdingmi? Agar u qaytaruvchi o'zi to'g'ri yo'lda bo'lsa ekan, yoki o'zgalarni taqvoga, Allohdan qo'rqishga buyursa ekan, ko'rdingmi? Agar u namozdan to'suvchi kimsa aksincha haqni inkor etsa va u iymon keltirishdan yuz o'girsa, albatta Alloh uning bu qilmishlarini ko'rib turishini bilmadingmi? Albatta Alloh uning bu qilmishlarini ko'rib turishini bilmaganmidi? Yo'q. Qasamki, agar u bu yo'lidan qaytmasa, albatta biz uning peshona sochidan tutamiz, o'sha yolg'onchi adashgan kimsaning peshona sochidan tutib jahannamga oturmiz. Bas, u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Yo'q. Ey Muhammad, siz unga itoat etmang va yolg'iz Allohga sajda, ibodat qilib, unga yaqin bo'ling. Alaq surasi 9-19 oyatlari.